Battinda aksiya. Aka, to'g'risini ayting. Mana shu tavsiyalar nech pul deb o'ylaysiz? Aniq bilaman, men hozir aytadigan narx xayolingizga ham kelmagan. Har safar aksiyaga faqat oyoq kiyimlar qo'yardik. Mana sizlar uchun yangilikni zo'rlari. Ustilarini ko'ring aka, polni koja. Padoshvalari balangina bo'lgani uchun juda ham chiroyli ko'rinadi. Lekin buni yumshoqligini qarang, har xil brendli variantlari bor. Narxini aytaymi? Narxi aksiyada atiga 69900 so'm. Ko'chadagi Isu'ni ko'ryapsizmi? Mana shunaqa Isu kunda ham kiysangiz umuman istavormaydigan yupqa, yengil materialli futbolkalarni aksiyaga qo'ydik aka. Qona, qanaqa o'tkazishini o'zingiz tasavvur qilyapsiz-ku, to'g'rimi? Narxi aksiyada 59900 so'm. Ishoning, bunaqa sifatdagi finkani Xitoyda o'zini zavodida ham bunaqa narxga topa olmaysiz. Ustingizda juda ham stilli ko'rinadi. Yo'qagina paxta va laykra materialdan tikilgan. Narxi aksiyada atiga 69900 so'm. Qancha yengil materialdan bo'lsa, shuncha yaxshi. Havoni zo'r o'tkazadi. Qoliplari juda ham qulay. Pasadkalari bo'lsa, kiyganingizda aka bittada tushadi. Ko'pchilikka yoqadigan sport klassika stildagi shimlar aksiyada 89900 so'm. Aksiya 17-dan 20-maygacha Battinda hamma filiallarda bo'lib o'tadi. Kelarasizlar.